Ikkinchi tamoyil. Sponsor hamisha haq. MWR Life biznesda eng muhim tamoyillardan biri tizimga ishonish va sponsoringizning yo'l yo'rig'iga amal qilishdan iborat. Chunki sizdan oldin bu yo'lni bosib o'tgan, natijaga chiqqan va tajriba orttirgan inson bu sizning sponsoringiz bo'ladi. MWR Life'da biznesni mustaqil ravishda o'zingizcha yo'l bilan boshlashga urinish ko'p xatolarga olib keladi. Chunki bu biznes tasodifiy biznes emas, balki tayyor tizim asosida qurilgan. Bu tizim yillar davomida sinovdan o'tgan va ko'plab insonlarni natijaga olib chiqqan. Sponsoringiz sizga biznesni qay tarzda boshlashni, odamlarga qanday qilib taklif qilishni, prezentatsiyani qanday o'tkazishni va jamoani qanday rivojlantirishni o'rgatadi. MWR Life'da muvaffaqiyatga erishgan insonlarni kuzatsangiz, ularni barchasida bitta umumiy xususiyat bor. Ular sponsorning maslahatlariga amal qilgan. Bu qonunning mazmuni shundaki, sponsoringiz sizdan aqlli yoki kuchli bo'lgani uchun emas, balki bu biznesda sizdan ozgina bo'lsa ham oldinroq yo'lni bosgani uchun haq bo'lishi mumkin. U ko'rgan xatolarni siz takrorlamasligingiz uchun yo'l ko'rsatadi. Agar siz MWR Life'da tezroq natijaga chiqmoqchi bo'lsangiz, eng to'g'ri yo'l tizimga ishonish, sponsoringizni tinglash va birgalikda harakat qilishdan iboratdir. Chunki bu biznesda eng katta sir shunda. Yakka harakat emas, balki jamoaviy harakat natija olib keladi.